700 kilogramm vaznga ega bo'g'oz anguslar. Bularning tug'ilgan bolasini o'zi 20 million O'zbekistonda. O'rtacha 700 kilogrammdan kelgan angus 4 oydan 6 oygacha bo'g'oz birinchi qoringa xonajillar. O'ta chiroyli narxlarda O'zbekistonning o'zida turibdi. Borib bemalol olishlaringiz mumkin. Narxini video davomida eshitishlaringiz mumkin. Videoga bir like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Angus bo'g'ozlar 6 oydan 4 oydan 6 oygacha. Go. Ko'p odam isbot so'raydi. Isbot bilan 725 kilogramm kelgan anguslar ko'rishlaringiz mumkin. Prямо o'rtacha живой vesi 680-700 desak ham bo'laveradi. O'zbekistonda Farg'onada turibdi. Bularda narxi, O'zbekistondagi narxi tak donaga olganlarga 48 milliondan, optimga olganlarga kelishtirib chiroyli qilib berishadi. Общий 30 dona bor nalichida, inshaalloh Xudo xolasa, borib ko'rib olishlaringiz mumkin. Bularda ortilish jarayonlarini video davomida bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bular через Belorussiya, Litvadan keldi. Hech qanaqa Rossiyadan emas, boshqa joydan emas, через Belorussiya, Litva davlatidan keldi. Chiroyli qilib, Xudo xolasa, O'zbekistonga yetkazib berildi. Borib O'zbekistonda Farg'onada olishlaringiz mumkin. Telefon nomerlarini ekranda qo'yib qo'yaman. Narxlarni eshitdinglar, kelishtirib, so'rab olishlaringiz mumkin. Videoga bir like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin. Bundan ham chiroyli chiroylarni ko'rib borishda biz sizlarga chiroyli xizmat ko'rsatishda davom etaveramiz. Angusni tozalari, angusni bo'g'ozlari 4 oydan 6 oygacha. Assalomu alaykum, rahmatullohi taala barakatuh. Hammaga rahmat. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar.